Lift eshiklari sekin metall ingrab ochildi va Michael hamon chamadonini va 313 xona Thornfield Grand Hotel deb yozilgan buklangan varaqni mahkam ushlab ichkariga kirdi. U dam olish kunlari tinch dam olish uchun tinimsiz yomg'irda 7 soat yurdi, lekin qabulxonaga kirgan paytdan boshlab nimadir noto'g'ri ekanligini his qildi. Havodan nam yog'och va eski atir hidi kelardi. Xizmatchi kulib qo'ygan bo'lsa-da, uning ko'zlari asabiy ravishda lift tomon bir necha soniyalarda miltillardi. Sizning xonangiz 3-qavatda, dedi u ovozi biroz qaltirab, lekin agar lift qavatlar orasida to'xtab qolsa shunchaki kuting. Ba'zida shunday bo'ladi. Michael uning galati ohangini yo'qotib, bosh irgadi va eskirgan 3 tugmasini bosdi. Lift sekin gichirlab ko'tarila boshladi, biroq yarim yo'lda chiroqlar shiddat bilan miltillab, uni yarim soniya zulmatga botirdi. Ular qaytib kelganlarida qavat ko'rsatkichi 2 yoki 3 ni ko'rmadi. Unda 13 deb yozilgan. Michael qoshlarini chimirdi. U ilgari ko'rib chiqqan mehmonxona risolasida 13-qavat yo'q edi. U oldinga o'tib, lobbi tugmasini bosdi, lekin hech narsa sodir bo'lmadi. Lift bir marta qaltirab, xo'rsinib qoldi va eshiklar gijillab ochildi. Devor qog'ozi bilan qoplangan xira yoritilgan yo'lak va bir xil ko'rinadigan eshiklar ko'rindi. Uning oldida turganidan tashqari 313 xona. U qog'ozini yana tekshirdi. 313 xona 3-qavatda bo'lishi kerak edi. Bu galati, chang bosgan, zang va mog'or hidi hidlanib turgan bu yo'lak emas. Lekin eshikdagi mis raqamlar yangi sayqallangan, go'yo yaqinda kimdir kelgandek yaltirab turardi. Michael o'zining mulohazalariga qaramay eski kalitni qulfga suqdi. Eshik yumshoq chertish bilan ochildi. Ichkarida havo muzlab qoldi. Eshikni orqasidan yopib, ichkariga kirganida nafasi qisqa bulutlar ichida chiqdi. Chiroqlar jiringlab tepada miltilladi. Xona internetdagi suratlar bilan deyarli bir xil ko'rinardi. O'sha gulli devor qog'ozi, o'sha maun ko'ylak, hammasidan tashqari eskiroq ko'rinardi. Xiralashgan. Vaqt eskirgan. Shkaf ustidagi oynada markazdan yoyilgan tomirlar kabi yoriqlar bor edi va choyshab mayda chang qatlami bilan qoplangan. Faqat bir joyda yotgan odamning shakli buzilgan edi. Michaelning tomog'i siqilib qoldi. U titroq nafas oldi va telefonini oldi. Signal yo'q. U og'ir pardalarni tortib, deraza oldiga bordi va qotib qoldi. U kutgan shahar manzarasi o'rniga hech narsa yo'q edi. Faqat bir cheksiz aylanayotgan kulrang tumanning bosh ko'zi. Na ko'cha chiroqlari, na binolar, na tirbandlik ovozi. Faqat jim. Va keyin sekin koridorda qadam tovushlari. Sekin, qasddan. 1 2 3 U o'girilib, yuragi urib, eshik tutqichini ushlab oldi, lekin u muzdek sovuq edi, joyida qotib qolgan edi. "Salom!" deb baqirdi, ovozi chirqillab. Oyoq tovushlari to'xtadi. Yana jim. Keyin oynadan xira pichirladi. "Siz kelmasligingiz kerak edi." Michael orqasiga qoqildi, qo'li og'ziga uchib ketdi. U o'z aksini ko'rdi, lekin bu endi uning harakatlariga mos kelmadi. Kozgu u qimirlamagan bo'lsa ham, boshini sekin yon tomonga burdi. "Siz topdingiz", dedi u shisha singan metallni qirib tashlagandek ovoz bilan. 313 xona. U eshik tomon o'girilib, yelkasini eshikka ura boshladi. "Meni tashqariga chiqaring", deb baqirdi u. Kozgu kengroq tabassum qildi, ko'zlari endi qorong'i. Chiroqlar miltilladi va bir soniya ichida hamma narsa qorayib ketdi. Ular qaytib kelganlarida aks ettirish yo'qoldi. Uning orqasidan karavot ohista gijirladi. U o'girildi va adyol ostidagi shakl uzoq uyqudan keyin o'tirgan odamdek sekin ko'tarila boshladi. Havo o'girlashib, bo'g'ilib ketdi. Korpa ostidagi figura siljidi, uning harakatlari g'ayritabiiy. Michael umurtqa pogonasi eshikka tegmaguncha orqaga qoqildi. Korpacha sirgalib tushdi va tirnoqlari juda uzun va o'tkir kulrang, qurigan qonni ko'rsatdi. Shaklning boshi unga qaradi, garchi uning bo'yni to'g'ri qimirlamaganga o'xshaydi. Uning ko'zlari ochildi, ikkita ichi bosh, qora boshliq qorong'u narsalarni tomizdi. "Eshikni ochdingiz", dedi u, "endi siz ketolmaysiz." Michael chinqirib yubordi va yana eshikni taqillatdi. To'satdan u yo'l berdi va u liftga tushib ketdi.
Eshiklar yopildi. Panel vahshiyona miltilladi. Raqamlar yuqoriga va pastga sakrab chiqdi. 1, 7, 9, 13, 313 muzlashdan oldin. Keyin hech narsa. Chiroqlar ochdi. Ular qaytib kelgach, lift eshiklari yana ochildi. Qabulxona odatdagidek ko'rinardi. Tinchlaning. Yorqin. Maykl qaltirab terga botib chiqib ketdi. Kotib boshini ko'tardi-da, entikdi. Janob, yaxshimisiz? So'radi u nafasini to'g'rilashga urinib, sekin bosh irgadi. Men 313 xonaga kirdim, dedi u duduqlanib. Ammo bu 3-qavatda emas. Bu noto'g'ri. Uning yuzi oqarib ketdi. U pichirladi, janob, 313 xona yo'q. Maykl o'girilib liftga ishora qildi, lekin u qaraganida lift endi yo'q edi. Faqat bosh devor. U dahshat bilan orqaga qadam tashlab, tezda ko'zlarini pirpiratdi. Yo'q, men shunchaki edim, u o'sha yerda edi. Kotib endi qaltirab turardi. Ketish kerak, dedi u qat'iy ohangda. Iltimos. U sizni yana topmaguncha. U eshik tomon qoqilib, chamadonini agdarib yuborishiga oz qoldi va yomg'irli tunga kirdi, yuragi ko'kragiga urildi. U orqasiga qaramadi. U mashinasiga yetib borguncha qo'llarini silkitib kalitlarni qidirib topdi. Lekin u eshikni ochgach, yo'lovchi o'rindigi chirog'i yondi va u yerda, o'rindiqda chiroyli tarzda 313 xonaning mis kaliti turardi. U falaj bo'lib qaragancha yomg'ir old oynaga urildi. U kalitni derazadan uloqtirib, eshikni qarsillatib yopdi. Mashinaning dvigateli shovqin-suron qildi, keyin jonlandi. U nam asfaltda shinalar chirqillab mehmonxonadan uzoqlashdi. Yo'l cheksiz oldinga cho'zilgan, bosh va qorong'i edi. Ammo u qanchalik uzoqqa borsa, nimadir noto'g'ri ekanligini tushundi. U deyarli 1 soat haydab yurdi, lekin radio faqat statik o'ynadi va yo'l hech qachon o'zgarmadi. O'sha miltillovchi ko'cha chirog'i qayta-qayta o'tib ketdi. Uning telefon soati oq-uch, 13 miltillagan, muzlab qolgan. Asboblar panelidagi chiroqlar bir marta miltilladi, keyin esa avtomobil dvigateli ochiq qoldi. Sukunat. U yo'lning o'rtasida o'tirdi, yomg'ir oynaga tegdi. Keyin u buni ko'rdi, uzoqdagi belgining zaif porlashi. U yomg'ir ostida ko'zlarini qisib qo'ydi. Thornfield Grand Hotel, bosh joy degan so'zlar e'tiborga tushganda oshqozoni tushdi. Deb qichqirdi u mushtini rulga urib. Ammo u yana yo'lovchi o'rindigiga boshini burganida kalit orqaga qaytdi. Hali ham nam. Hali ham yaltiroq. Hali ham kutmoqda. U dvigatelni yana ishga tushirdi, lekin mashina harakat qilmadi. Tashqaridagi tuman to dunyo yo'qolguncha qalinlashdi. Keyin tuman orasidan mashina oldidan siluet paydo bo'ldi. Rangi oqargan va harakatsiz, eski uslubdagi mehmonxona formasini kiygan ayol. Uning yuzi ifodasiz, ko'zlari qora boshliq edi. U bir qo'lini ko'tarib unga ishora qildi. Mashinaning eshik qulflari oz-ozdan yopildi. Radio to'satdan jonlandi. Yana ro'yxatdan o'ting, deb pichirlagan buzuq ovoz. Mashina xuddi tomga og'ir narsa tushgandek qattiq silkindi. Maykl boshini yopgancha qichqirdi. Old oyna markazdan tashqariga qarab yorilib ketdi. Hamma narsa qorayib ketishidan oldin u ko'rgan oxirgi narsa o'zining dahshatga tushgan yuzining stakanda unga tabassum bilan qarashi edi. Ertasi kuni ertalab yomg'ir to'xtadi. Mehmonxona xodimi qabulxona stolida yotgan hol kalitni topdi. U 313 xona deb yozilgan edi. U boshqaruvchisiga qo'ng'iroq qildi. Ovozi titrab, nima topganini aytdi. U sarosimaga tushdi. Bu mumkin emas, dedi u ohista. Biz bu xonani 30 yil oldin oxirgi mehmon g'oyib bo'lganidan keyin muhrlab qo'yganmiz. Kotib sekin bosh irgadi, kalitni tortmasiga qo'yarkan, qo'llari titrardi. Ammo u lobba oynasiga qaraganida uning aksi orqasiga qaramaydi. U liftda jilmayib turardi. Va uning orqasidagi pol ko'rsatkichi asta-sekin jonlandi. 313 raqami bilan qizil yonib ketdi.